Dog'lar uzoq turar, o'zini baland emas. Nima bo'ldi? Voy, bolani ovozi chiqqanday bo'ldimi? It urib yubordimi, mushukmi? Xudo, odam urib yubormagan bu, men nima qilaman hozir? Voy. Endi nima qilaman? Odam o'ldirib qo'yibman-ku. Endi qamalib ketaman. O'lmaganmikan? Nima qilay? Qayerga boray? Tez yordam qani? Aynan shunga o'xshash holat Toshkent viloyatida qayd etildi. Yana ham aniqrog'i, katta ko'chadan ichkari ko'chaga qayrilayotgan ayol haydovchi voyaga yetmagan 2 yoshli bolani urib yubordi. Hodisa oqibatida bola bosh miya ochiq jarohati, bosh gumbazi va asosi sinishi, shunga o'xshash ko'plab og'ir tan jarohatlari tufayli shu kunning o'zida vafot etgan. Mazkur holat bo'yicha ish jinoyat ishlari bo'yicha Ohangaron tuman sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasining 2-qismi bilan 2 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarishdan mahrum qilib, 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 72-moddasini qo'llab, tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosini shartli deb hisoblab, 2 yil muddatga sinov belgilansin. Sodir bo'lgan voqeada kimnidir ayblashdan yiroqmiz, biroq ushbu holatdan shaxsan chiqargan xulosam shu bo'ldiki, yo'l harakati qoidalarini yaxshi, puxta o'zlashtirmaguncha avtomobil boshqaruviga o'tirmayman va hech qachon yosh bolalarimni ko'chada nazoratsiz qoldirmayman.